dam solaman. Qizlar ham vulkanizatsiyada ishlayaptimi deyman, dam solaman deydi. Rais, bu men blogerman-ku, trend tovaman. Shu blogerlarga maslahatim, qish bekarchilik kommentariy ko'payadi. Yaxshi narsa qilishga. Dam solguncha borib qozonga yog' solib, ovqat qil. Voy, ko'tarilmadi, o'qib qo'ydim 3 million. Yana onlayn qimor o'ynayapsanmi? Futbolga ham pul tikasan, basketbolga ham pul tikasan. Bittani ko'pkari bilan nozin eri xotin urushsa pul tikmayapsan xolos. Dadang senlarni baqaman deb itarilib yotibdi. Pul yo'qol qo'yog'i, ko'zimga ko'rinma. Bu mahallani obod qilguncha o'zim o'tib ketmasam bo'ldi-da. O'sha Rahimni bolasi dadasidan bekitib nos yashiryaptimi deyman-da. Orqasida militsiya ham kelyaptimi? Cho'ta nosga o'xshamayapti-ku. Komandir, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bu bola giyohvandlik vositasi hamda psixodrop moddalarni sotayotganda qo'lga olindi. Bolamni qo'yib yuboring. Shoshma. Men senga necha marta aytdim, Rahim bolani nazoratga ol dedim. Pul topaman deb yuraverma, to'qlikka sho'xlik qilmasin dedim. Senga shu narsa kerakmidi bolam? Ota-onangni qara orqangdan yig'lab qoldi. Umringni ham xazon qilding. Qanchadan qancha odamlarni uyini ham kuydirgandirsan. Mahallani ham sharmanda qilding. Mahallani ham ampammani chiqib ketdi. Nechinchi yilsa? 2006. 2006? Nima sigaret chekyapsan? Ozgina muammolarim, problemalarim bor edi. O'shani hal qilish uchun chekaman-da, rais bu. Mashina cheksak problema hal bo'ladimi? Qani? Meni ham problemalarim bor-da. Mahalla obod bo'lib ketdi. Kreditlarim to'landi. Qo'y yog'imda to'lanadimi? Qo'y yog'imda problema hal bo'ladi.